Bundan bilmadim 1-2 yil oldin bo'lsa kerak. Shu küçük Chekmaji ko'lida kefal degan bir baliq bor. Kefal balığı Kıbrıs usulida ovlanadi. Kıbrıs usulü Türk nonini po'kakka o'rab, uni ip bilan o'rab, u yerga ignalar qo'yiladi. Bir 10 tasi, keyin 100 gramlik qo'rg'oshin osilib, shu otasiz bir 100 metrga keyin qo'ng'iroq qo'yib qo'yasiz. Jiring-jiring qilsa, demak tushgan bo'ladi. Keyin yig'ib olasiz. Shunaqa qarmoqdan endi men bu yerda Decathlon degan bir do'kon bor, eng zo'r qarmoqlar sotiladi. U yerdan bir 2 ta zo'r qarmoq qo'yganman. Yonimda bir siriyalik amak bor. U qarmoqlarni bir 6 ta, 7 ta qarmoq qo'ygan. Deyarli hammasi qo'lbola qarmoqlar. Ama ikkalamiz ham o'sha Kıbrıs usuli bilan, Kipr usuli bilan, Kiprliklarda ovlash usuli bilan ovlayapmiz. Hatto bir-birimizga yordam beramiz. Qarmoqlarimiz har xil, ama yemlash usuli bir xil bo'lgani uchun qarmoqni otgandan keyin baliq tutsa olsangiz chuvalashib qoladi-da. Uni qilguncha bir 15-20 daqiqa vaqt o'tadi, uni yana joyiga keltirguncha. O'sha vaqt ketmasligi uchun tayyorlab qo'yganmiz birga. Bunisini taqamiz, otamiz, unisini yana nima qilib qo'yaveramiz. Endi xullas, yo'q, bir 9-10 ta qarmoq bor. Uni ikkitasi meniki, qolgani uniki. Bitta joyga tashlangan va bir xil yemlangan. Yemini ikkalamiz birga tayyorlayapmiz. Suhbat qilib o'tiribmiz. Shu peshinlardan keyin boshladik ovni. Shu shomgacha 20 talar baliq ushladik, lekin birortasi meni qarmog'imga tushmadi. Jahlim ham chiqadi. Nega menga tushmaydi? Nega bunga tushadi? Nafsim nima qilyapti? Meni qarmog'im zo'r qarmoq bo'lsa, u oddiy cho'pdan ham sog'gan bo'lsa, nega unaqa deb go'yo ichimda bir nima ham bo'lyapti endi. Bo'ladi, nafsdir nimasi. Keyin tushdi bitta kefal tushdi shunday. Shunga ham xursand bo'lib qoldim. Endi boyagi siriyalik amaki uni qarmog'iga tushib, menga tushmayotganda u ham xijolatda. Xijolat bo'lib ketyapti-da. Ikkalamiz bir-birimizdan gaplashib turamiz, jiring-jiring qilsa ikkovimizdan birdan qaraymiz, yana uni qarmog'i bo'ladi-da. Buni hech sirini ichimda yecholmay turdim. Kechqurun shomdan keyin farzandlari keldi. O'zi ham bir 7-8 ta bolasi bor ekan. Jo'llab kelishdi. Keyin